Garri Potterdagi ko'rinmas yopinchiq esingizdami? Endi bu fantastika emas. Xitoyliklar xuddi shunday yopinchiqni ixtiro qilishdi. Xitoyning Uxan universiteti talabalar guruhi tomonidan 2022-yil dekabr oyida yasalgan ushbu yopinchiqning nomi Invis Defense. U sun'iy intellektga asoslangan kuzatuv tizimlarini aldashga mo'ljallangan. Ya'ni insonlar bu yopinchiqni kiyganda AI kameralar uni aniqlay olmaydi. Kunduz kuni yopinchiqning ustki qismida sun'iy intellekt asosidagi kuzatuv kameralarini chalg'ituvchi maxsus kamuflaj naqshlari mavjud. Bu naqshlar kameraning odam tanish algoritmlarini buzib, inson tanasini fon bilan aralashtirib yuboradi. Natijada AI sizni ko'rmaydi yoki boshqa narsa deb tanlaydi. Kechqurun yopinchiqning ichki qatlamiga issiqlik tarqatuvchi elementlar o'rnatilgan. Ular inson tanasining odatiy termal issiqlikni sun'iy ravishda o'zgartiradi. Shunday qilib, infratovushli kameralar, masalan, harbiy kuzatuv yoki dronlar ham sizni aniqlay olmaydi. Narxi ham arzon $75 atrofida turadi. Agar bu yopinchiq yanada takomillashsa, odamlar ham bir-birini ko'rmasa, xuddi kinodagidek, bizni katta ehtimol bilan kelajakda xaos kutmoqda. Agar sizda ko'rinmas yopinchiq bo'lsa, nima qilardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.